Assalomu alaykum hurmatli gruppadoshlar. Rossiya Respublikasidan paroda buqalarimiz keldi. Bugün 27-iyun 26-iyun günü tushib kelgan, xudo xolasa. Mollarimiz sifati zo'r. Asosan simental 80%, keyin qolganlari gibrid. Bir jentran ikkita qo'lyapti yana oliydi-ku. Ana, ko'chmas gapdir. Buqalarimiz Aniyanishiga tushsak kallang bilan. buqalarimiz zo'r buqalar, xudo xolasa. Narxlari 18 milliondan 28 million so'mgacha. Mana shu to'qol buqalarimiz 20 dan sal balandroq, 22 larga bitadigan joyi mana shulardagilar. Shu to'qol buqalarimiz. Mana yondagilar 24,5 25 ga bitadi. Mana oq. Mana shu buqalarimizdan xudo xolasa 25,5 26 ga bitadi akalar. Bari buzoq xalti tushormagan. Mana shu buqalarimiz 26 26,5 mana shulardan. Shvet. Shvetimiz ham 26,5 26,5 27 shvetimiz ham narx. Bo'ylari ham 1.30 plus bo'lsa kerak. Birontasi tushormagan buzoq hali. 18 million so'mdan 28 million so'mgacha narxlari. Mana buqalarimiz. Xolasa zo'r, mana orqalari ham to'r burchak. Bo'yinlar mollar. Mana bular pachka bo'yadi. Mana shu mollarimiz 21 22 larga bitadi, mana shu mollarimiz. Bular xudo xolasa zo'r. Endi 18liklari qaysi deysizlaringiz? 18lik mana shuda. Mana shundan ikkita chiqarib beradi. Mana bu ham buzoq, hali bir 7 oylik buzoq. Sifati zo'r. Sifati zo'r mana. To'r burchak orqalari ham simental mana. Akalar mana. Qolgan mana shular 28 da. Ozmas kamini qilib beramiz akalar. Tash yerlarga ayramizmi? Mana. Buqalarimiz. Mayda buqalar emas-da, bari katta zo'r buqalar. Mana shularni ham 20 ga beriladi, mana shu ham. Uzun. Zo'r buqalar. Soni 39 bosh. Rossiyadan kelgan. 18 million so'mdan boshlanadi, 28 million so'mgacha. Barini bitta joyga bo'lsa 25 million 500 mingdan xayrini ham qilib beramiz. Endi 18 milliondan 18 20 22 23liklari bir 7 tami chiqadi, 8 ta chiqadi. Qolgani asosan 26,5 27 28 25,5 shunaqa buqalar. Buqalar sifati zo'r, xudo xolasa. Mana buqalar akalar.
Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli aka-ukalar va chorva ishqibozlari. Mana bugun xudo xolasa Sirdaryo viloyati Yangiyer shahridan navbatdagi yangi partiyadagi novostlarimizdan kelgan. Xudo xolasa soni 23 bosh, hammasi sog'lom, ichida birortasini biror joyda muammosi, aybi yo'q. Yana kelganda ko'rib tekshirib olish imkoniyati bor. Manzilni qaytarib o'taman. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Soni 23 bosh. Narx-navolari juda ham yengil, har doimgidek. O'zimizning местный novostlarimizdan xudo xolasa. O'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Bo'lmasa narx-navolarga qisqacha o'tib qaytaveramiz. Narx-navolari har doimgidek eng arzon narx-navosi 13 million 200 ming so'mdan ichidan o'zimiz ajratib beramiz har doimgidek. Eng past narx-navosi 2 dona ajratib beramiz 13 million 200 ming so'mdan. Oxiriga berib yuboriladigan summasi. Eng baland narx-navosiga ikkita, uchta oladigan bo'lsa 14 million 800 ming so'mdan oxirgi narx-navosi. Bittasiga to'g'ri kelmaydi. Ichidan 3 ta olaman deydigan aka-ukalarimizga 14 million 800 ming so'mdan uni ham oxirgi berib yuboriladigan summasi undan past 14 million 700 larga ham to'g'rirog'i ishimiz bitmaydi. Hammasini bir joyga oladigan aka-ukalarimizga ham xudo xolasa hozir bitta chiroyli narx-navo qo'yamiz. Xudo xolasa 23 boshini hammasini bir joyda bir tekis hammasini olaman degan aka-ukalarimizga 13 million 650 ming so'mdan bo'ladigan bo'lsa, berib yuboriladigan oxirgi summasi xayriga o'pishli summadan bu narsa o'tib beramiz. Xayriga o'tib beriladigan joyi bor, lekin undaqangi katta summa o'tadigan joyi yo'q. Telefon qilib to'g'rirog'i 13 milliondan 13 million 200 bu yoqda deb so'raganlaringiz foydasi yo'qroq. To'g'rirog'i o'zimizda ham, sizlar o'zlaringizda ham vaqtlaringiz olgan bo'lasizlar. Shuning uchun deyarli 13 million 650 ming so'mdan oxirgi narx-navosi, yana qaytarib o'taman, o'pishli summadan xayriga o'tib beriladigan joyi bor. Mollarimiz mana bir xilga o'xshab pasatib, mollarni yirik ko'rsatib olganimiz yo'q. Videoni boricha olyapmiz, yaqinlashtirib yoki bo'lmasa mana bunday qilib yaqinlashtirib olganimiz yo'q. Maksimalni shu o'rtacha darajada bo'lgan holatda olyapmiz. Ichiga birorta begona qo'shilgani ham yo'q, birorta ajratilgani ham yo'q. Kelganda ham videoga qarab bittalab tekshirib olish imkoniyati bor. Hammasi sog'lom. Yoshlarga keladigan bo'lsak, ichida 10 oyligi yo'q. Ichida bir dona bo'lishi mumkin 10 oyligi, lekin bashta eng puli balandroqlardan u sifat yaxshiligining hisobiga. Qolganlari aksariyati 1 yashar 12 oylik, shu 1 yasharlik, 1 yashardan o'tganlari ham bor. Shunaqangi atrofida. Ichida tish buzgani ham bor, tish buzmagani ham bor. Kelib bittalab yoqqanini terib tekshirib olish imkoniyati bor. Narx-navolarni ham aytib o'tdik. Variantga nasiyaga savdo yo'q. Sirdaryoning o'zining mollari. Telefon qilib hurmatli aka-ukalar, bitta narsani iltimos qilib qolamiz. Telefon qilib shu ma'lumotlar bilan aytilyapti. Yana qaytadan telefon qilib shu ma'lumotlarni so'rashlaringiz hojati yo'q. Aytilmagan ma'lumotlarni telefon qilib so'rasangiz bo'ladi. Keyin realni oladigan aka-ukalarimiz telefon qilsinlar. Maqsad sotish. Narx-navosini baland narx-navo qo'yib, narxini chiqarish emas. Mana ichida mana shu olan navosimiz shu 10 oylik atrofida bo'lishi mumkin, lekin yoshi kichkina, narxi deyarli eng balandidan. Variantga nasiyaga savdo yo'q. Telefonlarimiz 99 490 3344. Hammasini bir joyda olaman degan aka-ukalarimizga dastavkasini kelishamiz. Ichidan 5 ta 10 ta olaman degan aka-ukalarimizga dastavkasi alohida summa bo'ladi. Faqat o'zimiz gaplashib beramiz. Juda ham yengil gaplashib beramiz. U hech qanaqa muammo emas. O'zbekistonda xohlagan burchagidan telefon qilishingiz mumkin. Dastavkadan muammo yo'q. Aloqaga chiqarsa manzilni qaytarib o'taman. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Assalomu alaykum. Mana bir partiya 5 dona boqilgan buqalarimiz bor, sotiladi. Mana mollar ko'rinishi. Oladiganlar bo'lsa telefon nomerlarimiz bor.